Tex va Slamash gaykaviy o'rta qaysi biri yaxshiligini hozir video davomida bilib olamiz. Komplektida instruksiya kitobi bo'ladi va instrumentni o'zi. Bismillah. Hoppa. Hozir bunga qo'shimcha batareya taqamiz. Sababi o'zini komplektida batareya bo'lmaydi. Buni ukalarim juda ham yaxshi bilishadi. Ishlashini ko'ryapsizlarmi buni? Uzoq ketib qolyapti-yu. Ana Slamash ochib ko'rsataman. Komplektida o'zini kitobchasi bo'ladi, bitta zaryadkasi bo'ladi, ikkita batareykasi bo'ladi. Instrumentni o'zi. Slamash ham ukalarim juda ham yaxshi bilishadi. Bu ham brend original mahsulot. Mana ikkalovini ham ko'rib turibsizlar. Qaysi bir kuchliroq? Hozir sizlarga ishlatib ko'rsatib beraman. Tez jarayoni ham sizlarga qiziq bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar. Tez orada video davomini ham joylaymiz.